Tadbirkor aka-ukalarimiz uchun ajoyib joydan, qulay lokatsiyadan biznes uchun zo'r joy topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'ring, men sizlarga batafsil tushuntirib o'taman. Do'stlar, bugun Ravqonga kelganmiz. Ravqonda ona bola sanatoriya bilan hamda Chashma sanatoriyani o'rtasidagi 20 sotixlik obyektimiz bugun sotuvda. Kirishimiz bilan bizni kenggina mana shunaqa darvozaxona kutib oladi. Bu yerda bir qancha mashinalarni qo'ysa ham bo'ladi. Hovli qismimizga kirganimizda bu tarafimizga mana yangi imorat ko'targan, 100% pishgan g'ishtdan hamda tomlari pilta bilan bosilgan. Kirganimizda zamonaviy va chiroyli qilib yangi remontdan chiqqan har qanaqa mehmonlar uchun xonalarimiz mavjud. Orqamda turgan 2 qavatli bino esa o'sha bir paytlari mehmonxona uchun mo'ljallangan xonalarimiz mavjud. Ko'rib turganingizdek ajoyib tabiatga ega joy. Bu yerda kommunallardan gaz, svet, suv, svet 3 faza ham kirgan, hech qanday muammolari yo'q. Orqamizda bir qancha yana joylarimiz bor. O'zingizning didingizga mos, o'zingizning planingizga mos qurilish qilsangiz ham bemalol bo'ladi. Bu tarafimizda esa qurilishi oxiriga yetmagan zal uchun joyimiz bor. Yoki kenggina oshxona uchun foydalanishingiz mumkin bemalol. Xullas ushbu joyimiz har qanaqa biznes uchun imkoniyatlari cheksiz. Xohlang klinika qiling, mehmonxona qiling yoki dacha qilib ishlating, har qanaqasiga bemalol javob beradigan joy. Agar ushbu joyimiz kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqing. Sizlarga chiroyli narxlarda qilib kelishtirib beramiz va bu videoni albatta shunday joy izlayotgan tanishlarga yuborib qo'ying. Bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.